Fede. Jud Bellingham karyerasi ochilishini kutyapti. Yo'q, o'zi harakat qildi. Jud! Ajoyib gol! Yana Jud formasini allaqachon tiklab bo'ldi. O'zining mashhur gol nishonlash uslubini namoyish etdi. 3-0 baribir Real yiriklashtirib qo'yapti, lekin buni Bellingham o'ta yuqori saviyada amalga oshirmoqda. Penaltidan ko'ra mana bunday gol uramiz deyapti Jud. Bo'yi baland, chiroyli yigit. Yana bitta fantastik gol urmoqda. Endi bu mening ta'rifim emas. Ukamiz A'zam Qahramoniy bergan ta'rif. U noto'g'ri ta'rif emas bir tomondan olib qaraganda. Keyingi izohi sal farqli. Lekin bu alohida mavzu mana. Endi bu holatda Jud Bellinghamga poylab turib bemalol o'zi xohlagancha tepishga imkon berildimi?